kimyo, anorganik kimyo, ya'ni biz o'rganganimiz-ku, o'zimizda umumiy kimyoni o'rganamiz, lavnos mana shuni ta'limot yaratganini to'g'ri. O'sha anorganik kimyo rivojlangan paytda organik kimyodan hech kimda xabari bo'lmagan. Organik kimyo hali rivojlanmagan, paydo bo'lmagan. Hayotda organik kimyo degan tushuncha bo'lmagan. Organik kimyo faqat ular o'ylab yurgan, ya'ni organik kimyo bu hayotdagi bor narsalardan, ya'ni tirik narsalar bor. Masalan, o'simliklar, tirik organizmlarda hosil bo'ladi organik moddalar. Masalan, oqsillar, aminokislotlar, bular hammasini faqat tirik organizmlar hosil qiladi. Biz o'zimiz hosil qila olmaymiz deganda organik kimyoga hech kim aralashmagan. Shu bilan keyin bizda organik kimyoning birinchi rivojlanishiga sabab bo'lgan olim bo'ldi. Bu yo'lda oksalat kislotani laboratoriya sharoitida anorganik moddalardan sintez qiladi. Ya'ni oksalat kislotani bilamiz. O'sha kislotani demak anorganik moddalardan sintez qiladi. O'zi bilmagan holatda organik modda sintez qiladi. Keyin organik moddani sintez qilgandan keyin o'ylaydi, to'xta, men oksalat kislota organik modda olyapman. Demak, anorganik moddadan organik modda olsa bo'lar ekan deb aytadi. U nechinchi yilga kelib bo'lyapti? 1824-yilga kelib bo'lyapti. Qaranglar. Lomonosov nechinchi yilda ta'limot yaratgan? 1741-yilda edi, to'g'rimi? 1741-yilda bizlar umumiy kimyomizdagi o'sha anorganik moddalarni o'sha tushunchasi hammada bor edi. Qarab, deyarli 80 yildan keyin organik kimyo keyin rivojlanyapti sekin-sekin. Ya'ni o'sha moddalarni biolar bo'ldi. Mochavinon, ya'ni karbamid laboratoriya sharoitida anorganik moddalardan sintez qildi. Ammoniy-sianatdan olganda mana shu moddalar birinchi sintez qilinganda keyin organik kimyoga qiziqish boshlangan. Qolgan olimlar ham qiziqib ketgan. Organik kimyo shu bilan jadal rivojlanib ketgan. Chunki organik kimyoda juda ham ko'p moddalar bor. Anorganik kimyoda ham moddalar ko'p. Chunki bitta oilani o'zida bittasi qashikkiga, bitta bozor farqlariga ketaveradi, gamologik qator bo'lib ketaveradi. Shuning uchun organik kimyo keyin juda yaxshi rivojlanib ketdi-da. Mana olimlarda qilgan ishlari bor. 1824-yilda biolar oksalat kislotani, keyin 1827-yilda birinchi organik kimyo darsligi chop etildi. Muallifi kim bo'lgan ekan? Beselis bo'lgan ekan birinchi organik kimyoniki. Keyin 1828-yilda o'sha mochavinon, ya'ni o'sha karbamid to'rttalik moddani ichida bor edi. To'g'rimi? Keyin 1854-yillarga kelib Dyuman, Gerard, Laurent Keplerlar tomonidan radikallar nazariyasi, organik tiplar nazariyasi yaratildi. 1842-yilda Zinin benzoldan anilin olishning sanoat usulini yaratdi. Ana shunday hamma moddalarni, hamma oilalar sekin-sekin kashf qilina boshlandi. Mana yog'ni sintez qildi Berklo degan olim. Organik moddalar tuzilish nazariyasi yaratildi 1861-yilda. Ya'ni bu asrga bormasdan o'sha 50 yil ichida juda jadal rivojlanib ketdi organik kimyo. Keyin o'sha Buklerovning organik moddalar tuzilish nazariyasi bor. Tuzilish nazariyasi nimani tushuntirgan? Qarang. 5 qoidadan iborat ekan. Birinchisiga organik moddalar molekulasini hosil qilgan barcha atomlar o'z valentliklariga muvofiq ravishda ma'lum izchillikda birikadi. Masalan, uglerod bizda valentlik kim? Dars bo'lyapti, hozir mavzu bo'lib keyin qarang. Keyin o'sha organik moddalar bizda organik modda tarkibida o'zi faqat uglerod, vodorod, kislorod, azot asosan ko'p uchraydi. Oltin bo'ladi. Bizda asosan ko'p uchraydiganlar shular. Mana shular o'zlarining valentliklariga muvofiq ravishda birikadi deyapti. Masalan, kislorod bizda 2 valentlikmi? Organik moddalarning ichida hammasida kislorodimiz 2 valentlik. Lekin bizda 1 valentlik bo'lgan joyi ham bor, 3 valentlik bo'lgan joyi ham bor, 4 valentlik bo'lgan joyi ham bor. Organik kimyoda faqat 2 valentlik. Uglerod bizda 2 valentlik, 3 valentlik joyi ham bormi? Masalan, iskazda 3 valentlikmi uglerodimiz? Lekin organik moddalar har doim har qanday birikmada organik birikmada hammasida 4 valentlik bo'ladi.
oksanash darajasi esa kim bilan bog'lanishiga, vodorod bilan, kislorod bilan shunday bog'lanishiga qarab hosil bo'laveradi. Keyin bizda organik birikmalarda uglerod hamisha 4 valentli bo'ladi. Ushbu uglerod, ya'ni uglerod haqidagi ushbu qoidani 1857-yilda kim Kolbe bilan Kekulilar bir-biridan bexabar holatda ishlab chiqishgan. 1860-yilga kelib Kuper bilan Kekulilar tomonidan yana bir bor isbotlangan, ya'ni o'sha narsa 4 valentli bo'lishi. Xo'p, keyingisi moddalarning xossalari. Moddalarning xossalari uning tarkibiga qanday atomlar va qanchadan kirishigagina bog'liq emas, balki molekulalardagi bu atomlarning qanday tarkibda birikkanligiga ham bog'liq bo'ladi. Masalan, ko'plab organik moddalarning ichida shundaylar ham borki, ularning tarkibi sifat miqdor jihatdan bir xil, lekin ularning tuzilishi, ya'ni grafik formulasi har xil bo'ladi, boshqa o'ylab o'tadi. Bu izomeriya hodisasi deyiladi. Hop, endi bu holatga izomeriya hodisasi deb sizlarga izomeriyani tushuntirib o'tib yana moddalar bir-biridan tarkibi jihatdan bir xil bo'lar ekan. Organik moddalar shunday bo'larki, masalan, S4H8 bu empirik formulasi. Tarkibiga nechta atom, masalan, 4 ta uglerodda 8 ta vodorod bor. Mana shu tuzilishimiz bitta modda deb o'ylaymiz, lekin buning grafik formulasini chizadigan bo'lsak, bundan boshqacha moddalar hosil bo'ladi. Masalan, bu alkenlarga ham o'tib ketadi bu formula. Masalan, butenni hosil qilsak. Uglerod qanday 4 valentlik bo'ladi dedikmi? 4 valentlik bo'lguncha vodorodlar qo'yiladi. Masalan, hozir mana vodorod yo'q payti necha valentlik edi? 3 edi, demak bunga bitta vodorod qo'yiladi. Mana unda vodorodlari yo'q payti 1 valentlik edi-ku, to'g'rimi? Qolgan 3 ta bo'liga vodorod joylashtirib qo'yasiz. Mana bu ham 3 valentlik, bitta vodorod joylashtirasiz. Mana 1 valentlik, 4 valentlik bo'lguncha 3 ta vodorod qo'yaman. Shu bilan o'zi 8 ta vodorod joylashtirdim. Bu endi o'sha formulaga to'g'ri keladigan model o'zi. Ikkivalentlik uglerodlarimiz to'g'rimi? Ikkitadan vodorod joylashtirish kerak. Bunda ham uglerodlar soni nechta? Uxlama. Vodorodlar nechta? 8 tami? To'g'ri kelyapti mana formulaga? Bundan boshqa. Siklon buta. Demak, halqali bo'lsa siklon deb boshlanadi. Siklon buta. Mana ikkalasi uning formulasi bir xil, tarkibidagi atomlar soni ham bir xil. Faqat uning tuzilishi boshqacha. Demak, ularning oilasi ham boshqa. Masalan, bu sikloalkanlarga kiradi, bu alkenlarga kiradi. Demak, izomeriya hodisasi nima ekan? Izomeriya hodisasi empirik formula, ya'ni tarkibidagi atomlar soni bir xil bo'lishi mumkin, lekin uning grafik formulasi, tuzilishi, bir-biri bilan bog'lanishi har xil bo'ladi. Mana shu izomeriya deyiladi. Izos, ya'ni o'xshash, meros qism degani, ya'ni o'xshash qism bo'ladi, bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ko'rganlaringda ikkalasini bitta atom deb o'ylaysizlar, lekin ular boshqa-boshqa moddalar hisoblanadi. Keyingisi izomeriya mana sizlarga bu yerda aynan dietil efir bilan etil spirtini aytyapti. Dietil efiri mana bu efirlar formulasi shunday bo'ladi. Kislorod ikki tomonlama ajralishgan bo'ladi. Mana bu dimetil efir, dimetil efiri, bu esa etil spirt. Ikkalasini atomlar soni bir xil. Uglerodlar nechta? Ikkita, vodorodlar 6 ta, kislorodi bitta. Mana uglerodlar ikkita, vodorodlar 6 ta, kislorodi bitta. Lekin tuzilishi har xil. Shuning hisobiga hassosiyat farq qiladi, oilasi ham boshqa bo'ladi. Lekin umumiy formulasi bir xil hisoblanadi. Xo'p, endi kimyoviy xossalari mana farq qiladi debdi, sizlarga tushuntirib ketyapman. Dimetil efiri natriy bilan reaksiyaga kirishmaydi debdi. Lekin etil spirt esa natriy bilan reaksiyaga kirishadi. Ikkalasini empirik formulasiga qarab qaysi moddaligini bilib bo'lmasa kerak, aytmasa o'zi. Masalan,
boyagi S4H8 ni berib, moddani nomini aytmasa sen bilmaysan qaysi modda. U buten 2 ham bo'lishi mumkin ekan, keyin siklo butan ham bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Endi mana S4H12 formulaga mos keluvchi moddalar ham ikkita. Ular normal butan bilan izobutan deyapti. Masalan, normal butan degani uzun zanjir to'liq bo'ladi. Izobutan esa o'sha uzun zanjir bitta radikal joylashib qolgan bo'ladi. 3 ta uzun zanjir bo'ladi, lekin uglerodlar soni bir xil, vodorodlar soni ham bir xil. Lekin tuzilishi har xil bo'lyapti-da mana. Qanday temperaturasi necha gradus? 5 gradus. Buni qanday temperaturasi? 17. Minus 17 gradus. Demak, kimyoviy xossalarda ham farq qilyaptimi? Fizik xossalarda ham farq qilyaptimi? Izomeri shunaqa narsa ekan. Sizlarga hozir mana ularni yordaminglar demoqchi emasman. Izomeri nimaligini tushunib olasizlar. Izomeri qanaqa bo'lar ekan? Bir-biriga izomer bo'lgan moddalar qanaqa bo'lar ekan? Izomer bo'lgan moddalar faqat tashqi ko'rinishdan empirik formulasi bir xil bo'ladi. Bo'ldi. Qolgan boshqa tomondan hamma narsasi bir-biridan farq qiladi bizda. Xo'p, demak, modda molekulasidagi atomlar va atomlar guruhi o'zaro bir-biriga ta'sir etadi. Masalan, sirka kislotadagi bitta vodorod atomini xlor atomi bilan almashtirsak, molekulaning kislotaliklik kuchi oshib ketadi deyapti. Ya'ni bunday demoqchi. Mana bu kislorod mana bu yerdagi atomga, mana bu kislorod mana bu yerdagi vodorodga ta'sir qiladi demoqchi. Sen qaysidir atomni boshqa bir atomga almashtirgan paytingda o'sha moddaning xossasi o'zgarishi mumkin ekan. Endi bizlar ma'lumot uchun bu yodlash uchun emas, prosta qanday ta'sir qilishi mumkin, nima haqida gapirayotganini aytmoqchi. Bu sirka kislotasi bilasizlar, yodlagansizlar sirka kislotani. Sirka kislotadagi mana ikkinchi ugleroddagi vodorod o'rniga xlor joylashtiradigan bo'lsang, o'sha modda kislotalik xossasi mana unga nisbatan keskin oshib ketadi. Ya'ni bu o'rta kuchli kislota bo'ladigan bo'lsa, bu o'ta kuchli kislotaga aylanib ketadi. Kimyoviy xossasi, kislotalik xossasi oshib ketar ekan. Demak, mana shu xlor atomining ta'siri hisobiga nima qilib ketyapti? Kislotalik xossasi oshib ketyapti. Shu narsani tushuntirmoqchi bo'ldim. Keyin kimyoviy reaksiyalarda modda molekulasini tashkil etgan barcha atomlargina emas, balki ayrim atomlar yoki atomlar gruppasi ham ishtirok etuvchi, misol qilib, etil spirt bilan natriy metal o'zaro ta'sirini olishi mumkin deyapti. Ya'ni reaksiyaga kirishganda bu yerda reaksiyaga faqat o'sha modda tarkibidagi bitta atom masalan, bu yerda reaksiya mana vodorod hisobiga ketadi. Mana bu atomlar guruhi, mana vodorodlar bor-ku, 6 ta vodorodimiz. Hammasi bir xossaga ega emas bu yerda. Vodorod qachongina natriy bilan almashtiradi, oxirida bo'lsa, ya'ni kislorod bilan birikkan bo'lsa, o'sha paytda almashtiradi. Mana bunga kelyapti. Mana bu vodorod bilan natriy joyini almashtiradi. S2H5 bu 5 ta vodorod joyida turibdi. Endi mana bu bilan almashadi. Mana bu bilan almashmayapti, mana tarkibdagi vodorodlar bilan almashmayapti. Demak, mana bu guruhlar boshqa xossaga ega, mana bu vodorod atomi boshqa xossaga ega bo'ladi. Natriy kirishyapti. Natriy etilat va vodorod gazi chiqyapti. Organik moddalarning o'ziga xos xususiyatlari va anorganik moddalardan farqi debdi. Shu o'qib chiqasizlar. Organik birikmalarning nechta turi borligini ko'rasizlar. Organik birikmalarning 10 milliondan ortiq turi bor. Anorganik moddalarning esa 400 million. Organik moddalarni masalasida oson, eng osoni lekin organik kimyoviy masalalarni ishlash. Juda ham oson, tenglashtirmaysan, juda qiyinchilik ham bo'lmaydi tenglashtirish bo'yicha. Organik birikmalar hammasi yonadi va nima hosil bo'ladi ekan? Reaksiyasi qanday kislorod bilan bo'ladi, yonish reaksiyasi va undan doim har qanday organik birikmalar karbon tanglik bilan suv hosil bo'ladi. Chunki o'zi organik moddaning tarkibi nima dedik? Uglerod bilan vodorod dedik-ku, asosan kislorod bo'lsa shu suv tarkibidagi kislorod o'tib ketadi. Yoki uglerod bilan vodorod bo'lsa o'zi karbon tanglik bilan suv hosil bo'ladi. Va ikkinchi bob
turli vodorodlarning sinflanishi va ularning tarkibi deyapti. Keyin demak bizda bitta oilaga kiradi, ya'ni uglevodorodlar oilasi. Uglevodorod degani o'sha ham uglerod ham vodoroddan iborat. Faqat tarkibini bo'lar ekan. Uglerod va vodoroddan tashkil topgan bo'lar ekan. Kislorodlar emas, kislorod organik birikmalarga alohida kelamiz. O'sha uglevodorodlar bizda 3 ta katta guruhga bo'linar ekan. To'yingan uglevodorodlar, to'yinmagan uglevodorod va aromatik uglevodorodga bo'linar ekan. To'yinganda o'zi ikkiga bo'linyapti. Alkanlar va sikloalkanlar. To'yinmagan uglevodorodlar esa alken, alkin, alkadien, siklo, alkenlar va 4 turga bo'linadi. Aromatik esa faqat aromatlar bilan. Endi biz to'yingan, to'yinmagan aromatik deb ajratib oldik. Ularning nima farqi bor? Qarang. To'yingan uglevodorodlar qanaqa bo'ladi, to'yinmaganlar qanaqa bo'ladi? Bizda to'yingan uglevodorod deganda uglevodorodimiz uglerod bilan vodorod birikmasida tarkibida qo'shbog' bo'lmasligi kerak. Ya'ni uzun zanjir yoki halqa farqi yo'q, lekin unda qo'shbog' bo'lmasligi kerak. Masalan, mana bu 4 talik uzun zanjir. 4 talik uzun zanjirda qo'shbog' bormi? Qo'shbog' faqat uglerod o'rtasida bo'ladi. Uglerod bilan vodorod o'rtasida bo'lmaydi. Uglerod bilan uglerod o'rtasida qo'shbog' bo'ladigan bo'lsa, to'yinmaganga kiradi. Agar qo'shbog' bo'lmaydigan bo'lsa, bu to'yinganga kiradi. Nimaga asoslanib to'yingan deyapmiz? To'yingan nimaga asoslanib to'yingan deyapmiz? To'yinganlik qanaqa bo'ladi? To'yinganlik uglerod bilan bog'langandan keyin qolgan qo'llarining barchasi vodorod bilan bog'langan bo'ladi. Shunda u vodorodga to'yingan bo'ladi. Shu to'yingan uglevodorod. Tushunarlimi? Lekin mana bu qo'llar bittasi mana bundan bog'langan bo'lsa. Uglerodning nechta qo'li bor? O'zi 4 ta qo'li bor. Har doim 4 ta qo'li bor. Faqat undan bittasi uglerod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil qilish kerak. Qolgan barchasi vodorod bilan bog'lanishi kerak. To'yingan bo'lishi uchun. Endi bizda qolgan ikkinchisi ham uglerod bilan uglerod o'rtasida bog' hosil qilyaptimi? Mana uni qo'shbog' bo'lib qolyaptimi? Demak, bu vodorodga to'yinmagan hisoblanadi. Vodorodga to'yinish uchun nima bo'lish kerak ekan? Bitta qo'li bilan faqat uglerodga bog'langan bo'lishi kerak. Masalan, mana bu to'yinmagan hisoblanadi. Chunki mana bu yerda bitta qo'shbog'. Tushunarlimi? Agar mana bu bo'lmaganda edi, o'rniga vodorodlar kelganda edi, bu to'yingan uglevodorod. Masalan, normal bitta mana shu. Mana ularmi? Mana u ham ikkita qo'li bilan bog'langan, ikki tomondan bog'langan. Faqat ikkita uglerod o'rtasida ikkita bog' bo'ladigan bo'lsa, yo 3 ta bog' bo'ladigan bo'lsa, u to'yinmagan. Tushunarlimi? Sizlar ajratish uchun nima qilar ekansizlar? Grafik formulasiga qarab, o'shaning tarkibida nechta uglerodda nechta vodorod borligiga qarab topaverasizlar. To'yingan. Mana bunday bo'ladi. To'yinmagan bo'lish uchun mana bu yerda bitta qo'shbog' bo'lishi kerak. Vodorodlar ketib. Masalan, mana bu moddan to'yinmagan bo'lishi uchun boyagi holatga qaytish kerak. Qolgan joylarga to'yinmagan. To'yinganlar qanaqa bo'lishini tushundilar. To'yingan deganda nimaga nisbatan aytyapti ekan? Uglerodning vodorod bilan bog'langan qo'llariga nisbatan aytyapti ekan. To'yinmagan uglevodorodlar mana sizlarga berilgan. Qaranglar. Alkenlar, alkinlar va alkadienlar, sikloalkenlar deydilar, to'yinmaganlar. Mana shularni bitta-bitta tushuntiryapman. Butun birinchisi alkenlar oilasiga kiradi. Alken, alkin, alkadienlar ekaniga qayerdan bilasizlar? Uni nomini oxirida yozib qo'ygan bo'ladi. Masalan, nomini mana. But M1 to'g'rimi? M bo'lsa alkenlar oilasiga kiradi. Hozir nimaga qarayapsan, nima qilyapsan so'rayapsan? Men bu yoqda dars o'tyapman-ku. Bu nima?
Siklobuten. Bu sikloalkenga kiradi. Sikloalkenga kiradi. Butin, demak bu alken. Tushunarlimi? Agar oxiri den bilan tugaydigan bo'lsa, ular alkadienlarga kirib ketadi va aromatik uglevodorodlar har doim mana bunda benzol halqasi bo'ladi. Va unda qaysidir guruh joylashgan bo'ladi, qandaydir radikal joylashgan bo'lishi mumkin. Ular aromatik uglevodorodlarga kirib ketadi. Tasavvur qilishlaringiz ozga bo'lsa ham endi alkallarni boshlaymiz. Demak, bizga hozircha bu kerak emas. Agar kimyo kitobda to'liq olishga harakat qilinglar. Qayerga ketyapsan? Organikaga kirmaysanmi? Chop. Biologiyasi 8da boshlanadi. Xo'p, qarang. Demak, to'yinga uglevodorodlardan birinchi oilamiz kim edi? Alkanlar. To'yinga uglevodorodlarning birinchi vakili demak alkanlar oilasi bo'lar ekan. Alkanlarni qanaqa moddalar deysiz? Alkanlarning umumiy formulasi bitta formulada xohlagan alkanni hosil qilsa, buning umumiy formulasi SN bo'ladi. H2N bu umumiy formulasi. Ya'ni o'sha n joyiga nechinchi vakilni olmoqchi bo'lsang, o'sha raqamni qo'yib hosil qilib ketaverasan. Masalan, metanni bilamiz, etanni bilamiz, propanni bilamiz. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi vakillar. Masalan, metanni hosil qilish uchun qanday hosil qilgansizlar? Qarang, nima o'ylayapsan? Qo'y sumkangda. Siz g'alatimizlar. Mana undan birinchi vakilni hosil qilmoqchiman. Demak, bir qo'yaman endi joyiga. S o'zi bo'ladimi? H bir qo'ysam, 2 kira 1. 2 qo'ysam 4. Mana bu metan birinchi vakil. İkinci vakili etan bo'ladi. Uni 2 qo'yaman. S 2 H 6 bo'ladimi? Bu nimaga? Etan. Demak, bu etan. Üçüncüsü endi S 3 H 8. Dördüncüsü demek S 4 H 10 bo'ladimi? Bu tane. Oxiri hammasi nima bilan tugayapti? Nima bilan tugayapti? Ko'ryapsizlarmi? Chunki bular kimlarning oilasi? Alkanlarning oilasi. Alkan bo'lganligi uchun oxiri A bilan tugaydi. Agar alken bo'lganda M bilan tugaydi. Eten, propen, buten bo'lib tugaydi. Tushunarlimi? Beshinchisi. Kontraktning yozib 5 H. Demak bu altıncı vakili S 6 H 10. Demek bu yettinchi vakili S 7 H nechta bilan 16 bilan. S8 okta deyildi. Bu oktan
sanashtirasizlar. Mana mono D3 deb sanatgandim-ku. 9-miz. Kaç? Demek gelsen 10'dan bu. Ama onun sesi 10. Mana shunda 10 ta vakilda alkanlar. Xohlagan vakilni mana shunday joyiga masalan 22-vakilni yozib ber desa ham sizlar nima qilasizlar? S 22 H 16 bo'ladi shunda. To'g'rimi? Qanday qilyapmiz? 2 ko'paytirib 2 qo'shib qo'yapmiz. Kvadrat qilamiz. 2 qo'shib qo'yish. Mana n deb nechani oldik biz? 22-vakilni olyapmiz, to'g'rimi? 22 ni ko'paytirasanda 44 chiqarib, 44 ga 2 qo'shib qo'yasiz. Davomini ham yozilishi berilgan kitobda, undekan, yedekan, tridekan, tetradekan, pentadekan. Masalan 10 nima bo'ldi? Dekan bo'ldimi? Keyingisi 11-si S11 H 24 bo'ladimi? 10 dekan. Keyingisi 12-si S12 H26 bu D dekan. Üçüncüsü 13 H20 bu ne oldu? Üçlü mü? Değil mi? Dörtçü tetra, penta, var mı? Hexta, yepta dekan, okta dekan, ana dekan, ben şunu sanat bitiyor hatta. Şunali mi? 3 20'si Elkazan bo'ladi, Elkazan. Kitobda berilgan 30-31 gacha berilgan. Bundan yog'i tushmaydi. O'zi eng uzoq vakili 10 talikgacha tushsa, bundan yog'i tushmaydi, lekin biri olish kerak. Endi demak, e'tibor bergan bo'lsalaring, hammasi bir-biridan faqat bitta Sıkaşık grupta farklı. Mesela burada farklı da sıkaşık. Sıkaşık gibi geldi. Bitti buluyoruz. Keyin kitaplar dedik. Doğru mu? Bana tek işçilerine burada. Bitti buluyoruz. Kitaplar dedik. Bitti buluyoruz. Kitaplar dedik. Bitti buluyoruz. Hammasi mana shunday gamoviy qatoridagi farq bo'ladi. Bizdagi gamoviy qatori farqi sıkaşık guruh bo'ladi. Tushunarlimi? Endi alkanlarda o'sha radikallarni hosil qilishni radikal degan narsa bo'ladi. Radikal o'sha uzun zanjirda joylashgan radikal bo'ladi. Radikalimiz ham shulardan hosil bo'ladi. Masalan, har bir uglevodorodda radikali mavjudda. Buni biz hosil qila olamiz endi. Oson. Juda ham oson. Masalan, metanning radikali bor. Metan o'zi mana bu modda, to'g'rimi? Metan o'zi mana bu modda. Radikal degani qaysidir vodorodni qo'yib olib, hosil bo'lgan bo'sh qo'li bilan boshqa bir molekulaga bog'lanish uchun qo'yib olgan bo'ladi. O'sha yerda bo'sh qo'li bor, alkan hisoblanadi. Demak, bitta bo'sh qo'li bo'lish uchun nima qilish kerak? Bitta vodorodni qo'yib olgan bo'lish kerakmi? Bizda hozir metandan radikal hosil qilamiz. Metanda nechta vodorod bor? Uni bitta vodorodni qo'yib olsak, sinf tashqi 3 bo'ladi, bitta bo'sh qo'l bo'ladimi? Metanimiz mana bu A. Endi mana bu yerda metil ilga o'zgaradi. Nimaga o'zgarar ekan? Oxiridagi A'miz ilga o'zgaradi. Il qachon o'zgaradi? Radikal hosil hisoblanadi. Xohlaganingiz, masalan, etanmi? Mana bunisi S2 H6 5 bo'ladi, bitta bo'sh qoladi. Demak, bu etil.
propan S3 H7 bo'ladi. Hop. Radikal hosil qilish. Propil radikalni tushundilaringmi? Mana propil radikal mana bu. Ha. Mana bu propil radikal. Bu radikalni qaranglar. Mana bu uglerod qo'yib yuborib ham hosil qilish mumkin. To'g'rimi? Bu mana unda hosil bo'ladigan bo'lsa, bunisi izopropil. Izopropil degani izo nima dedik? O'xshash dedik. Tengsin dedik. O'xshash qism dedik. Mana bu bilan mana uning formulasi bu ham S3H7. Mana uni ham uning formulasi S3H7. Lekin hosillar farq qiladi bir-biridan. Nimaga hosillar farq qiladi? Uglerodlarda shunaqa hosillar bor, masalan, birlamchi uglерод bilan ikkilamchi uglerodda, uchlamchi uglerodlar farqi bo'ladi. Birlamchi uglерод nima endi demoqchimizmi? Birlamchi uglерод nima bo'lsa deb so'raganlar. Birlamchi uglерод degani, masalan, mana bu uglерод nechta uglерод bilan bo'lgan? Mana shu uglерод. S. Bittasi bilan bo'lgan, to'g'rimi? Demak, bu birlamchi uglерод. Mana uchun ikkita. Demak, bu ikkilamchi. Tushunarlimi? Agar mana bu yerda ham uglерод bo'lganda bu uchlamchi bo'lib qoladi. To'g'rimi? Demak, bir-biridan farq qilar ekan shular. Bularni keyin yodlab olamiz, izopropil. Lekin radikal hosil qilish tushundikmi? Radikal hosil qilish uchun nima qilish kerak? Oxirdagi R ni o'rniga il qo'shib, bitta olib qo'yish kerak. Tushunarlimi? Qo'shma hosil qilish kerak. Bu alkanlardagi radikal. Endi alkandan bitta vodorodni oldik, il qo'shildi, to'g'rimi? Bu bir variantda radikal hisoblanadi. O'shani o'rniga ikkita vodorod olib qo'yib ham radikal hosil qilsangiz bo'ladi. Masalan, metil bo'ldi-ku, SH3, to'g'rimi? SH4dan ikkita vodorodni olib qo'ysang, ikki qoladimi? Bu ikki valentlik, endi ikkita qo'li bo'sh. Ikki valentlik radikal hosil bo'ladi. Ikki valentlik radikalimiz metil N. Mana undan keyin ilen qo'shamiz. Ikki valentlik radikallarga nima qo'shilar ekan? Ilen qo'shamiz. Tushunarlimi? Keyingisi S2 H6 edi-ku, to'g'rimi? H4 qoladi. Ikkita bo'sh qoli bor. Bu etilen. Ilen. Masalan, S3 H6 8 midi? 6 qoladi. Ikkita bo'sh qoli bor. Demak, bu pro ilen. Tushunarlimi? Agar uchlamchi hosil qilmoqchi bo'lsak, masalan, 3 valentlik radikallarimiz bor. Mana undagi vodorodning nechtasini olib tashlar ekanmiz? Siz bo'ladi, mana 3 valentlik. Bu ilen bo'ladi oxirida. Bunda ilen bo'ldi, bu ilen bo'ladi. S2 H nechi qoladi? 3 qoladimi? Ilen bo'ladi. S3 H 5 mi? Bu ilen. Oxiri ilen. Tushunarli, ya? Bundan yuqori valentligi bo'lmaydi. Eng ko'p ishlatadiganimiz mana bu bir valentlik radikallarimiz. Ko'p ishlatamiz. Lekin qolganlari ham mavjud. Yo'qlamaydigan emas. Radikal hosil qilish tushunarlimi? Endi